Sog'lom bola tug'ilishi uchun avval sog'lom bo'lishi kerak ona deyman doim, ha? Bolam injo deydi, qoni kam deydi, sarg'ayib ketyapti deydi, to'ymayapti deydi. O'zichi, oldin o'zini tayyorlash kerak-da. Katta odam bo'lyaptimi? Kilo qo'shilyaptimi? Kayfiyatlari ham sal yaxshi bo'lib qolib o'tgan safargidan. Boshni orqaga tashlash deyishadi ko'pchilik. Qorin og'risa ham boshni orqaga tashlaydi. Oddiy. To'g'ri paytda bo'yin travma tufayli ham boshni orqaga tashlab yig'laydi. Faqat nevrologik kasallikda emas. Voqea hodisaga nisbatan adekvat reaksiya deymiz. Mos ravishda kuzatib, ajratib va harakatda. Beparvo qarab turgani yo'q. Juda ham yaxshi. Ruhiy va nevrologik holatdan yaxshi desak bo'ladi bolani. Sog'lom bola tug'ilishi uchun avval sog'lom bo'lishi kerak ona deyman doim, ha? Bolani tug'ishga ona tayyorgarlik ko'rish kerak doim. Ya'ni oddiy yerga urug' qadamoqchi bo'lsangiz ham, oldin yer tayyorlab, keyin urug' qadaladi, to'g'rimi? Bizda nima qiladi? Qoni kam, odam asabiy, oila notinch, homilador bo'lib oladi. Eslatib aytmoqchiman. Keyin bolam injo deydi, qoni kam deydi, sarg'ayib ketyapti deydi, to'ymayapti deydi. O'zichi, oldin o'zini tayyorlash kerak-da. Mana bola bir oyda tez o'zgaryapti yaxshilik uchun. Yo ayasini baquvvat qilinglar, yo baquvvat aya olinglar deyman-da. Uylanib keladi.